79. Ögdilmişning o'dg'irmishning tushiga ta'bir berganligi aytiladi. Ögdilmiş javob berib dedi: "Bu tush nihoyat yaxshi tushdir, foydasi bek ko'p. Nima uchun o'zingga nomuvofiq ta'bir bersan? Tush ta'biriga qarab mangadi, ey oq ko'ngil. O'rlash hamma tushda qadrlik bo'lish belgisidir. Kishi o'rliginicha ulug'liqqa ega bo'ladi. Tushda qancha o'rlasa, baxt davlati shuncha ziyoda bo'ladi. Qadr qimmatga 100 obro'yga ega bo'ladi. Baxt shoti bilan o'rligandek o'rlaydi. Ulug'liq bilan aldi nomi mashhur bo'ladi." Bu so'zga munu so'z dalil bo'la oladi. Tush o'riguchi tushni yaxshi o'rigan. Tushdagi shota azizlikning belgisidir. Baldoqma-baldoq ko'tarilish qadrlik bo'lishning alomatidir. Qancha ko'tarilsa, shunchalik qadr qimmat topadi. Dunyo meli va baxt davlatga ega bo'ladi. Idishtik suvni elib ishkanliking hayot asosining uzun bo'ladiganligidir. Uchib osmonga ko'tarilib o'rlaganliking nima tilasang, Xudo tilikingni berdiganligi.